2019-yilda bir qora akamiz do'konga keldilar. Ko'jon qizil pasportingizni bering, nasib bo'lsa birga umraga borib kelamiz, vizaga topshirib qo'yaman. 4-5 kishi birga ketyapmiz dedilar. Ichim yondi bitta. Rasa borishni xohladim, lekin imkoniyatni qaradim. U paytda bilasiz, qimmat bo'lgan, viza prosesslari uzun bo'lgan va narxlari qimmat bo'lgan. Hozirgidek oson bo'lmagan. Agar oborotimdan u pulni oladigan bo'lsam, 0 ga tushaman. U holatda menga to'g'ri kelmaydi. Aytdim, aka, rasa borgim keldi, lekin bu safar nasib emas ekan. Inshaalloh keyingi safar birga borarmiz deb bu masalani yopdim, lekin ichimda qoldi. Ertasi kuni Telegram kanalida o'tiribman, odatda ko'rmasdim. Qarab o'tirsam, bir e'lon chiqib qoldi. Rasmida Kaban rasmi turibdi va tagida yozib qo'yilgan. Ingliz tilini bilganlarga Saudiya Arabistonida ish. Men ingliz tilini bilaman. Telefon qilib ko'ray, mendan nima ketdi dedimda, telefon qilsam aytdi. Ertadan keyin face to face intervyu bor. Agar o'tsangiz muvaffaqiyatli ketasiz. Dokument topshirdim, ertasiga intervyu bo'ldi. Muvaffaqiyatli intervyudan o'tilindi va qarabsizki 20 kunda Saudiya Arabistonda turibmiz. Alhamdulillah. Haligi qora akamiz ham bizdan keyin yetib borganlar keyin. Shunda men o'zim uchun xulosa olganman, hayotimda mo'jiza yuz bergan. Agar odam astoydil xohlasa va niyat xolis bo'lsa, boshqa tarafdan, ya'ni o'zi o'ylamagan tarafdan ham sababiyatlar bo'lib, ishi bitib ketishi mumkin ekan. Bunga ishonsa bo'ladi.